79. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: "El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Mümin adamlar biri-biriga bo'lgan munosabatda bir qurilish binoga o'xshaydi. Uning bir qismi ikkinchi qismini mahkamlashtiradi. Bu hadisning ma'nosi qancha mo'min musulmonlar bir-biriga o'm bo'lib, bir-birining ansirab, bir-biriga yordamchi bo'lib, bir-biriga kuyinsa, bu ummat mahkam bir binoga o'xshash bo'ladi. Bu hadisning boshqa ma'nosi bo'lsa, qaysi odam Allohga qaytib, o'zining iymonini kuchlatsa, u mushu binoni mahkamlashtirgan bo'ladi. Qaysi odam gunohlarni qilib, o'zining dinida bo'shab, Alloh taolodan jiroqlashsa, bu binoning bo'sh bo'lishiga sababchi bo'ladi. Misol, agar bir uy salmoqchi bo'lsak, u uyning ba'zi bir tomlarini pishqan kesakdan, yaxshi xishdan salsak va uning boshqa qismini qo'mishdan yoki shuningga o'xshash boshqa bir ojiz materiallardan salsak, shu bo'sh, ojiz materiallarning sababi bilan bu uy o'rilib ketishi mumkin. Xulos, hurmatli dindoshlar, agar biz islom diniga yordam berib, bu islom dinini va o'zimizning ummatini mahkam bir bino qilamiz desak, har birimiz o'zimizning xatoliklarini tushunib, Allohga yinib, tavba qilib, gunohlarimizdan bosh o'rib, Söyümlük peygamberimizning pokkiz yo'lini mahkam tutsak, islom dinining va bu ummatning bir parchasini mahkamlashtirgan bo'lamiz.